Yo, WhatsApp negir bolalar, bugungi videoda bizlar shuncha o'yinchi bilan stakanlar vijivaniyasini olib boramiz. Bu yerda 8 ta har xil stakanlar bor va men shuncha o'yinchini barcha stakanlarga bo'lib chiqaman. Bu bizning birinchi stakanimiz. Ko'ramiz, bu yerda o'yinchilar nima qilishar ekan. Vo, bu yerda o'sha o'yinchilar juda ko'payib ketishibdi. Xo'p, hamma yer va daraxt chopish bilan ovora. U o'sha prismarin qayerdandir taxt olib tepaga chiqib ketyapti. Va o'sha hamma tepaga chiqish bilan ovora. Bu o'yinchi, mana bu o'yinchi o'sha oltin topishga ham ulguribdi. Bu nima qilmoqchi cho'chqa bilan? Keyinroq ko'ramiz. Bu yerda o'sha sandiq ham bor ekan. Hali lava bilan buni hech kim olgani yo'q. Bu o'yinchi o'sha cho'chqani tushirib yubormoqchi menimcha. Ana bu yerda ham nimadirlar bo'lyapti. Let's go. Xo'p, hamma nimalar, o'sha prismarin nimalardirlar qo'yapti. Mana bu yerda 3 ta o'yinchi qayergadir ketyapti. Okey, endi ikkinchi stakanga o'tib ko'ramiz. O'yinchilar nima bilan mashg'ul ekan? Bu yerda qanaqadir shaxta bor ekan. Hamma shu yer va shaxta bilan ovora. Bu yerda o'sha o'yinchilar taxtalarni olyapti. Bu yerda what? Okey. Bittasi noto'g'ri joydan qozib qo'yibdi. Bu yerda esa Mario nimadir bularni qozish bilan ovora. Bu yerda ikki kishi o'zi o'talmay o'tiribdi. Ana bu yerda sandiq bor ekan. O'shani olishga kirishibdi bular. Okey. Let's go. Qaysi o'yinchi nomad kelmaganda, mana o'sha bu noto'g'ri joydan qozib qo'yib, mana shu turning ichiga tushib qoldi. Hamma tepaga qo'yapti. Ana bu yerda ham boyakka o'yinchilar turibdi. Bular o'sha tepada nimadir qilishmoqchi. Okey, mana bu yerdagilar. Bu stakan ham o'sha rivojlanib bo'ldi. Boshqa stakanga boramiz. Mana bu stakanda nimalar bo'layotgan ekan? Bu yerda bir kishi qamalib qolibdi. Okey, bu bir o'zi rivojlanishga to'g'ri keladi, lekin hali beri hech nima qilgani yo'q-ku bu o'yinchi. Bu nima qilishini ko'rib turish uchun mana shu yerga bitta kamera o'rnatib ketamiz. Endi biz shu yerdan ko'rib turishimiz ham mumkin. Let's go. Mana bu yerda o'sha olovli stakan ham bor ekan. Ko'ramiz, bu yerda 3 kishi qamalib qolibdi. Bular nima bilan mashg'ul bo'lishar ekan? Xo'p, o'sha bittasi dovdirab yonib ketib qoldi. Bu nima qilmoqchi pastga tushib? Mana bu qarab o'tiribdi ikki kishiga. O'sha pastda, pastda nimadir bor ekan. Tushamiz, go. Uchinchisi ham tayyor bo'ldi. Bu yerda qanaqadir portal. Ko'ramiz, bular nima qilishar ekan. Bu yana yonib ketdi. Let's go. Temir yasasa bo'ladi bu bilan. Bittasi yonib o'lib qoldi-yu. Bu nima qilmoqchi? Let's go. Obsidian chiqibdi sandiqlardan. Let's go. Endi bular olovli makonga borishlari mumkin. Okey, boshqa stakanlarda nimalar bo'layotgan ekan? U yerda o'sha 2 kishi bor ekan. Bu yerda nima ishlar bo'lyapti? Xo'p, bu yerda o'sha bitta noob va notish bor ekanlar. Xo'p, okey. Bu yerda nima bor? Bularning omadlari kelishmabdi. Bu yerda o'sha hech nima yo'q. Bro, nimani maslahat berasiz? Bu endi bunda yurmaydi-yu. Bu o'sha noob bo'lsa. Let's go. Maslahat uchun rahmat. Sen noobligingni qilib o'tirganing uchun bu yerda o'lasan. Tushunarlimi? Yo. Let's go bro. Endi siz bu yerda nima qilishni bilmaysiz. Shuning uchun sizga Ender kuz beraman. Okey, endi siz bemalol mana bularni qilishingiz mumkin. Oling. Yo. What? O'zingizda bor ekanmi? Yo, let's go. Stakanli uy ko'ramiz. Bu yerda qanaqa o'yinchilar bor ekan? O'sha bu yerda 3 ta o'yinchi bor. Bittasi quyon, bu maymun, bu esa Among Us. Ko'ramiz bular nima qilishar ekan? Bu jetal, u juda zo'r narsalar berar ekan. Xo'p, bu sandiqda nima bor? Kuz bor ekan. Ko'ramiz bu maymun kuz bilan nima qilar ekan? O'sha bu nimadirni rejalashtirib qo'ydi menimcha. Okey. Xo'p, o'z stakanini sindirib tepaga chiqib oldi. Nima qilmoqchi bu maymun? Yo, let's go. Ozgina nito ketdi. Bu maymun anavi stakanga borishni o'ylab qo'yibdi. U yerda ham qanaqadir o'yinchilar bor. Ko'ramiz. Qani? Okey, tushib ketdi deb o'ylayman. Bu nima qiladi endi? U yergacha yetib bormas ekan ko'z. Yana bir sinab ko'radimi deyman. Yo! Let's go. Iplay olmadi. Bular endi nima qilishadi? 2 kishi qoldi bu stakanda. Okey, bular endi rivojlanishga o'tib ketdi. Bu qanaqasiga tez buzib ketdi bu yerni. Let's go. Endi men anavi stakanga boraman. Hoy, nega? Men kutyapman. Nega sen hali ham like bosganing yo'q? Hozir ko'rayotgan videoingiz sizga yoqqanini bilishim uchun like bosing. Qancha odamga bu videoyim yoqibdi. Xo'p, ko'ramiz. Bu yerda o'sha o'yinchilar juda ko'p ekan. Birinchi stakandek bular nima qilishar ekan? Buncha ko'p o'yinchi o'sha resurslar yetmasa ham kerak. U o'sha sandiqdan kuz topib olibdi. Mana bu sariq masha o'ylanib turibdi. Ya'ni bu virsak qilyapti menimcha. O'sha hamma rivojlanishga kirib ketdi. Bu what? Bitta aqli past qo'shilib qolibdi bularning kurugiga. Xo'p, ko'ramiz bu ham nima qilar ekan? O'zicha nimadirlar qilib yuribdi. Hali bu kerakli ish qilgani yo'q. Hamma o'sha versdagi yasab, rivojlanib, zo'r bo'lib ketibdi. Lekin mana bu dangasalidan boshqa ish qilgani yo'q. Bu yerda o'sha kimdir pastga tushib ketdi. Bu tushganda o'sha temir topibdi. Yomon omadli bola ekan, lekin temirni toshlik kirka bilan olib bo'ladi. Bro, seni eslab qolaman. Negerlar jamoasi doim oldinda. Pastga tushib ketaveryapti. O'sha bu yerda etik kiygan mushuk ham bor ekan. Bu bilan jamoadosh. Bu nima?
Kutubxonami? Yo, bular qanaqadir kutubxona topdi. Okey, tushamiz. Meni ham ko'rgim kelyapti. Yo, qanaqadir yashirin joy topdi bular. Let's go. Xo'p, bu yerda nima bor? Yo, kuchaytirgichlar. Let's go. Bular o'sha boyida. Okey, men tepada nima bu ishlar bo'layotganini ko'rishim kerak. Wow, bu o'yinchilar qani? Yo, bular o'ziga baza qurib olmoqchi. Bu mana bu yerda nima bo'lib ketdi? Yo! Xo'p, uning yonidagi stakanda nima gaplar ekan? Bu yerda o'sha kimdirlar bor. Xo'p, ko'ramiz. Bu yerda o'sha ko'p o'yinchi emas ekan. O'sha bu yerda Yasin bilan Frost tushib qolibdi. Bular o'sha birdaniga rivojlanishga kirishib ketibdi. Ya'ni bular pro o'yinchilar, biladi nima qilishni. Xo'p, ko'ramiz bular nima qilishar ekan bu stakanda. O'sha mana bu yerda sandiq ham bor. Yo, bu sandiqda hali hech kim ko'rgani yo'q. Buni ko'rib hammaning og'zi ochilib qolsa kerak. Ikkalasi ham birdaniga virsak yasadi. Okey. Bular juda tez rivojlanyapti. Xo'p, okey, bu oxirgi qolgan daraxtni oldi. Omad Yasin, Frost, sizlarga ishonaman, ko'ramiz. Yo, Yasin ko'rdi. Yo! Bro, yo, hammasi o'sha juda miyasi ishlamay qoldi bu narsalarni ko'rib. Okey, totem. Wow, oltin olma, duo ol. Yo, let's go. Bular o'sha bayram qilishib ketdi. Ozgina uzoqroq turing, Frost. Let's go, men ham qo'shilaman bularning bayramiga. Let's go. Muncha XP. Eng omadli joy Yasin bilan Frostga ekan. Chunki bunaqa narsalar ko'rish totem, hatto ko'z ham bor. Bu ko'zni otdilar. Yo, let's go. Xo'p, o'sha Frost sandiqda ozgina almas bor edi. Bro, o'sha almasni kirka yasab yana almas topdilar. Okey, mana bu yerda Izumrod ham topdilar. Yasin ham tushdilar. O'sha eng zo'r stakan shu yer ekan. Barcha resurslar ham bor. Men ketdim boshqa stakanga. Bir ishlayaptimi? Bu reklama. Iltimos bunga jiddiy qarang. Bu mening Joha ismli do'stim. Bu esa uning kanallari. Yaqinda o'sha 2000 ta obunachiga ega bo'ladilar. Yo! Qarorchi maqsadga o'tsa. Kelinglar, biz o'zimiz do'stimning kanaliga o'tib 2000 ta obunachi qilib beramiz. Yo! Buni qila olamiz, ha? Qarorchi kanal silkasi описаниеda va kommentda bo'ladi. Kirib obuna bo'lib 2000 ta qilib yuboramiz. Qaytgancha, senga ham reklama kerak bo'lsa, Telegramga murojaat qil. Barcha ma'lumotlar описаниеda bo'ladi. Shu reklama tugaguncha описаниеga o'tib shu kanalga obuna bo'lib qo'yish qiyinmidi? Hademay hozir obuna bo'lishing kerak. Go, kirib obuna bo'l. Xo'p, o'sha barcha stakanlarni ko'rib chiqib bo'libman, lekin mana shu kamera qo'yib ketgan stakanim qolib ketibdi. Ko'ramiz, bu yerdagi o'yinchi nimalar qilgan ekan. Yo, bro, qani o'yinchi? Yaxshi ham kamera qo'yib ketdim-man. Endi uni ko'raman. Okey, buramiz. Xo'p, nimalar qilgan ekan o'yinchi? Nima? Demak, u o'rtimdami? Yo, what bro? Ancha vaqt qolganingga soqol. Yo, tinte bo'lib qopti bu. Yo, bro. Yo, nima sen? Yo, yana boshlandi. Endi shimini ichmasa bo'ldi. Yo, nima bo'ldi bro? Yo, o'ziga kel, gari. Yo! Yo bro, axir men kreativdaman-u, bilmaysizmi? Endi bugun siz o'lasiz, okey? Let's go! O'sha bular juda zo'r rivojlanib ketdi. Birinchi bo'lib Prismarinning uyini ko'ramiz. Assalomu alaykum Prismarin. Yaxshimisiz? Uyingizni bizga ko'rsatsangiz, endi rivojlanganini ko'rishimiz kerak. Wow, o'sha eshiklar ham dahshat-ku, ha? Yo, almasli kiyimni qayerdan topdingiz? Yaxshi. Buni ichida hech nima yo'q. Verstagilar o'zi juda takoy lёгкий. Короче, bro, men ketdim, boshqa uyni ko'rishim kerak. Nagli olib qo'ydilar-ku, mayli. Okey, xayr. Yo, bro, seni bu yerga kim qamab qo'ydi? Qayerni bussam ekan, mana bu joyni buzamiz. Endi chiqishim mumkin. Let's go. Yo! Prismarin? What the hell, bro? Umar? U yerda ham joy bor-ku, aytgancha. Xo'p, ko'ramiz. U yerda nimalar bor ekan? Bro, Umar. Yo, what? Shunaqa kichkina uyga 3 kishi sig'dimi? Mayli, tezroq ketishim kerak bu yerdan. Xo'p, ana bu yerda ham uy bor ekan. Ko'ramiz, u yerda nimalar bor, lekin chotga ishlangan uy. Xo'p, bu qanaqa uy? Yo, qanaqadir ovozlar, lekin zo'r ishlangan ekan uy. Ko'ramiz. Yo, what, bro? Yo, what? Tezroq ketmasam bo'lmaydi bu yerdan. Xo'p, pastga tushamiz endi. Pastda ham nimalar bor ekan? Okey, xo'p.
what Damasmi? Yo, vertolyotli Damas. Let's go bro. Qanaqa qilib yasadingiz buni? Yo, let's go. Bro, короче, menga qarang. Yo, lekin dahshat chiqibdi. Ishingizga rivoj, omad. Let's go. Ye, mana bu yerda tunnel bor ekan. Yo, what bro, qalaysiz, yaxshimisiz? Sandiqmi? Yo, tortmi? Let's go, yeymiz. Go bro, o'zi yuring, kreativ damoq qorin to'q. Xo'p, boshqa joylarni ham ko'rishimiz kerak. Let's go bro. Yo, mana bu yerda ham uy bor ekan, ko'ramiz a. Yo, qalaysizlar birodarlar, yaxshimisizlar? Kakras yotoqxona, charchagandim. Yo. Yo, what the? Brolar, nima qilmoqchisizlar? Yo! Uje bu yer juda zo'r rivojlanibdi. Endi bu yerni ko'ramiz a. Yo bro, bu yerda faqat shaxta bor edi. Bular nima qilib tashlashdi? Короче, Mario birinchi bo'lib seni uyini ko'ramiz a. Bu yerda nimalar bor? Endi ko'ryapsanmi? Let's go, fakel, sandiq, pechka, qani qo'shib turchi bir ko'raychi. Let's go. Kichkina yo'l lekin shinamgina. Okay, mana bu hali ham omad kelmay tushib yotibdi. Xo'p, tepada ham qanaqadir joylar bor ekan, chiqqanmiz a. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Birodarlar, yaxshimisizlar? Ishlar bilan charchamay. Assalomu alaykum, bro, yaxshimisiz? Endi bular yotoqxona qo'yayotgan ekanlar. Endi bo'layotgan ekan bu ishlar. Xo'p, o'sha hamma o'z ishi bilan ovora. Okay, bo'pti birodarlar, men endi pastga tushishim kerak. Shaxtdan hal ko'rmadim. Davay gaplashamiz. Pastda ham nimadirlar bor. Xo'p, ko'ramiz a. Let's go. Bu yerda o'sha 2 kishi bor ekan. Bu nima qilmoqchi bu yerda? Bu pol qilib chiqmoqchi. Okay, bu menimcha hamma joyini taxta qilib chiqmoqchi. Yo, bro, yotoqxona. Mana bu hali ham pastga tushib yotibdi. Vo, o'sha polni taxta qilmoqchi bu. Qo'shib turing, bro, qo'shib turing. Okay, let's go. O'sha hamma joy polni taxta bo'lib chiqdi. Короче, endi men boshqa joylarni ham ko'rishim kerak. Bu endi resurslarni bu yoqqa qo'yapti. Bo'pti bo'ldi. Okay, endi men boshqa stakanni ham ko'rishim kerak. Qaytgancha mana bu yerda olovli stakan ham bor edi. Ko'ramiz, bu yerda ular nima qilishayotgan ekan. Bu yerda o'sha 2 kishi qolganda, bittasi o'lib qolganda, ko'ramiz. O'sha bu yerda hech nima qilingani yo'q-ku. Menimcha portalning orqasiga qilingan. Chunki hamma portalning ichiga kirib ketgandi. Ko'ramiz. Go, let's go. Juda boshqacha bo'lib ketdi. Assalomu alaykum, bolalar, yaxshimisizlar? Tirikmisizlar? Vo, muncha narsa. Yo, hammasiga oltin bormi deyman. Let's go. Yo, bro. Короче, bolalar, sizlar bu yerda nima qilganlaringni ko'rsatishinglar kerak menga. Yo, bro. Bu yerda barcha mahluqlarni qamab qo'yganmisizlar deyman, oila a'zosi bilan. Bu yerda bular nima qilishyapti? Menimcha bular mana bularni nazoratga olishyapti. Yana boshqa narsalarni ko'rsatasizlar? Bu yerga tepasida ham joy bor ekan. Bu yerga qanday chiqsa bo'ladi? Chiqishni ko'rsatasizlar? Yo, what? Let's go! Shularni demak ustiga chiqa olish kerak. Wow, o'zi tushirib ham berar ekan. Let's go. Xo'p, mana bu yerda ham qanaqadir uy bor ekan, ko'rsatasizlar? Go, unda kiramiz. Men birinchi kiraman. Let's go. Wow, bu yerda o'zi soqqali ish ketyapti-yu, ha? Bularni o'zi berar ekan. Okay, let's go. Unda men ketdim. Xayr, gaplashamiz, bolalar, chiqish kerak. Xo'p, men endi boshqa stakanlarni ham ko'rishim kerak. Ishlarga rivoj, lekin bu yerni ham o'ta takoy lok qilyapsizlar. Let's go, gaplashamiz. Lekin bu bolalar juda qiyin narsalarni qilib chiqishibdi. Endi boshqa stakanga boramiz. Let's go. Ana bu yerda uyli stakan bor edi. Shuni ko'ramiz. Nima ishlar qilgan ekan ular? Yo, what, bro? Bu uyni yarmi qani? Ular stop. O'zi ular qani? Bu yerda bitta quyon bilan Among Us bor edi. Voy, yetil. Ko'rmadingmi ularni? Sen gapirishni ham bilmaysan-ku. Xo'p, uyning ichini tekshiramiz. O'sha uydan asar ham qolmabdi. Xo'p. Yo, bro, pastga tushamiz. Yo, bolalar, qalaysizlar? Yo, what? Bu yerni nima qilib tashladinglar? Mana bu yerda o'sha ikkinchi joy. Mana bu yerda daraxt. Bro, qo'shibdi daraxt ko'rib olay. Yo, bro, mana bu Yo, let's go. Короче, bolalar, bu yerda zo'r. Mana bu yerda tepaga chiqish joyi bor ekan. Yo, bro. Qochib tur, men tepaga chiqishim kerak. Qochi. Qurgandan keyin ko'rsatishim kerak edi. Xo'p, nimaga bu yerga chiqarmayotdinglar? Shunga chiqarmayotdinglarmi? Yo, what? Nima qilganlaring bu? Ha, mayli. Men boshqa stakanlarni ham ko'rishim kerak. Bo'pti, gaplashamiz ertagacha. What? No, mayli. Bular ish bo'ldi. Endi men boshqa stakanlarni ham ko'rishim kerak. Yo, what? Bu yerda faqat Yasin bilan Froz bor edi, lekin bu uy qayerdan kelib qoldi? Ikkitagina daraxtda shuncha narsami? Aytdim bular juda zo'r joyga tushib qoldi deb. Yo, Yasin, Froz, qalaysizlar? Yo, buncha sandiq, hammasida narsa bor. Wow. Kichikchami? Ismi, okay. Xo'p, bo'lib chiqamiz. Go, Yasin chiqing. Короче, bolalar, sizlar zo'r narsa quribsizlar-yu, lekin qayerda yotasizlar? Tepadami? Xo'p, ko'ramiz. Yo, bolalar,
Nima qilganlaring bu? No mayli, endi men bu stakanga boraman. Bu yer ham juda zo'r bo'lib ketibdi. Ancha rivojlangan ko'rinadi bular. Bu yerda o'sha ikkita bolalar. Lekin bular juda zo'r narsalar qurib tashlabdi. Okey. Короче, bu yer такой лёгкий, bu yerda narsalar, muzlatgich, o'tirgich, такой лёгкий. Короче, endi men boshqa joyni ham ko'rishim kerak. Mayli bolalar, pastga tushamiz endi. Lekin men bitta narsaga qiziqyapman. Qanaqa qilib u yerga chiqish mumkin? Bu yerda menimcha mana bunday bu yerga chiqiladi, sakraladi, bu yerga o'tiladi va bu yerdan chiqiladi. Okey, let's go. Tushundim. Xo'p, tipa yetarli darajada zo'r. Mana bu yerda o'sha bitta noob bor edi, ya'ni tupoy. Yo, what? Shuncha vaqtdan beri endi virustak qurdingmi? O'sha bu tintay bo'lib qolibdi. Yo! Rostdan ham tintay bo'lib qolibdi. Bu o'sha отравление bo'lganmi deyman. Mana bu yerlar ekan juda takoy lyoqki qo'rilgan. Mana bu yerda fakellar, o'tirish joylari, xat kelayotgan joy. Hayotgacha mana bu yerda ham ikkita o'yinchi bor edi. Ya'ni etik kiygan mushuk bilan sariq mashak ko'ramiz. Bular nima qilishayotgan ekan? Yo, what brolar, qalaysizlar? Yaxshimisizlar? Ishlar bilan charchamay. Yo, bro. Sizlar ham mayli. Xo'p, let's go. Nima qilmoqchi bular? Okey? Yo, okey. Mana bu lekin boshqa gap. Xo'p, mana bu yerni yopib qo'yibsizlar. Bu ham takoy yo'qki. Mana bu yerda eng kerakli narsalar qo'yib qo'yibsizlar. Yerni ko'rmaslik uchun gilam qo'yibsizlar. Okey, qo'rqmaslik uchun o'zi pastni ko'rsa, любой odam qo'rqadi. Ko'rishda sizlar oxiri edinglar, bo'pti bolalar, ko'rishamiz. Bo'lib bunachilar o'sha barcha stakanlarni ko'rib tugatib bo'libman. Sizlarga qaysi stakan yoqqanini kommentariyaga yozib qoldiring. Yana shunday videolarni ko'rishni istasanglar, videoyimga like bosing.